Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sun'iy intellektni yangiliklarini ko'rsatishda davom etamiz. Bugun Suno programmasini ustoz san'atkor, marhum san'atkor Nuriddin Hamroqulov ustozimizning qo'shiqlarini yangi versiyaga o'girishini ko'ramiz. Hammamiz eshitgan o'sha qadrdon qo'shiqlar suv tiniq soy ko'rdim. Ko'pchilik eshitgan bu qo'shig'i. Suv tiniq soy ko'rdim, soy ustida oy ko'rdim. Bu originali. Mana endi sun'iy intellekt tayyorlagan ikkita versiyani eshitamiz. Versiyaga biz O'zbek folk 608, Azer, Iran, Turkiya, Arab, gitara, Balkan deb yozganmiz. Shulardan foydalanib qilaveradi o'zi. Suv tiniq soy ko'rdim, soy ustida oy ko'rdim. Suv tiniq soy ko'rdim, soy ustida oy ko'rdim. Otloqlari yam-yashil, ot yonida to'y ko'rdim. Otloqlari yam-yashil, ot yonida to'y ko'rdim. Sun'iy intellekt o'zi qilgan. Çopunçoların aynını İkinci versiya. İkitadan chiqarib beradi har so'raganda. Bu originalga yaqinroq. Rasmlarni chiqarib qo'ygani qarang. Nima haqidaligini bilyapti qo'shiq bu. Suv tiniq soy ko'rdim, soy ustida oy ko'rdim. Suv tiniq soy ko'rdim, soy ustida oy ko'rdim. Yana bitta qo'shiqlari bor. Ajab sirlar. Qadrdon qo'shiq. Ko'pchilik yengilab yetishgan bu qo'shig'i. Sun'iy intellekt variantini eshitamiz hozir. Shundoq tashlayapmiz va tagiga O'zbek folk, Isroil, Balkan o'z xohlagan anaqa yozasiz. Mana Breyat, Ajab sirlar, Buxoy, Iran, Turkiya, Arab, gitara deb yozganman. Katta yangi versiya eshitamiz. Sun'iy intellekt tayyorlagan versiya bu. Acayip sırlar, acayip sırlar, acayip sırlar varmış suhi sabodan. Ömür asar, ermuş oqar. So'zlarni sal o'zi chaynab boradi. Lekin yo'nalishni aniqlab olishga